Assalomu alaykum muhtaram yurtdoshlar. Surxondaryo viloyati Termiz shahrida Umidjon, Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchangi biznesi bilan shug'ullanaman va daromad qilaman. Bitta eslaylikda shu hovlini kim eslaydi? Buni qaranglar. Chuvalchang kiygan payti mana shu xonada chuvalchang kiygan. 2020-yil 7-yanvarda kiygan. Hozir ochiq ekan kelib to'xtadim. Umidni birinchi bo'lib boy qilgan, umid qilgan, birinchi bo'lib yuk topshirilgan hovli bu. Eslaysizlarmi? Mana xonalarni qaranglar, mana xonalarda kim eslaydi? Mana derazalar terilgandi, qop-qorong'i xona edi. O'rtasidan shlaka blok terilib, ikki chekkasida chuvalchang boqilardi. 2020-yil 7-yanvarda enonda karantinda o'zim kelib suvlab mana o'rtadan shlaka blok bo'lardi. Bunaqasiga chuvalchang boqilardi. Eyla chuvalchang beg'omizda atxotlari turibdi. Boqib chuvalchangni qarab qaytib ketardi. Qaranglar, qanday o'zgarish bo'lib ketibdi. Mana steshkalar yo'q edi. Mana bu yerda katta beraktorimiz bo'lardi. Steshkalar bo'lgan. Hozir iltimos qildim uydan qolay deb. Mana shu yerda beraktor, mana shu yerdan beraktor bo'lardi. Shunaqasiga past oxirigacha eni 4,5 metr. Balandligi 5 qator shlaka blokni. Eslatay dedim, prosta uy ochiqligi uchun sizlarga kontent qilay dedim. Rahmat kattakon e'tibor uchun. Talayni bosib qo'yamiz egalarim. 2020 ni eslatdik-da, karantin payti.